Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ustoz ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan 4 qismdan iborat 2-sinf matematika kitobining 4-qismidan 16-mavzu 64-darsimizni boshlaymiz. Mavzuimiz nomi diagrammalar. Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan diagramma tushunchasi haqida gaplashamiz. Bu tushuncha o'zi nima ekanligini bilishimiz uchun keling bir misol keltiramiz. Masalan, aytaylik, salimda 2 ta ruchka bor. Mana, salimda 2 ta ruchka bor. Bu ma'lumot bizga so'zlar orqali berilyapti. Ya'ni salimda 2 ta ruchka borligi bizga so'zlar orqali aytilyapti. Va agar bizga biror bir ma'lumot rasmlar orqali aytilsa, bu diagramma deyiladi. Qaytaraman, agar bizga ma'lumotlar rasmlar orqali berilsa, bu bizda diagramma deyilar ekan. Diagramma nima ekanligini tushundingizmi? Mana shu ma'lumot orqali biz birinchi misolni ishlashga harakat qilib ko'ramiz. Demak, shartida aytilyaptiki, diagramma ma'lumotlari asosida daraxtlarning balandligini yozing. Demak, mana chizmani ko'rib turibsiz. Mana shu diagramma. Ya'ni bizga ma'lumotlar rasm orqali berilyapti. Va bizga mana anjir deb yozilgan. Demak, anjir daraxti mana yashil bilan berilgan va uning balandligi necha metr deyilyapti? Demak, buning balandligi mana tepaga qaragan strelkani ko'ryapsizlar. Mana shu joyda yozilgan. Ya'ni necha metr ekan? 2 metr. Demak, anjirning balandligi 2 metr ekan. Xo'sh, unda terakning balandligi necha metr bo'ladi? Mana terakni ko'rib turibsiz. Mana terak deb yozilgan va buning eng yuqorisidan mana bu yoqqa olib boradigan bo'lsam, necha yozilgan? 7 yozilgan. Demak, bizda terakning balandligi 7 metrga teng bo'lib qolar ekan. Tushundingizmi? Endi e'tiboringizni 3-misolga qarating. Shartida aytilyaptiki, shaxmat taxtasi ustida turgan narsalarning joylashgan katagini namunadagi kabi ko'rsating. Demak, bu yerda mana shaxmat taxtasining ustida ba'zi bir narsalar turibdi. Masalan, tanga, konfet, o'chirg'ich, olma va tuxum. Demak, biz birinchi navbatda tanga qaysi katakda turganligini bilishimiz kerak. Demak, mana tangani ko'rdik rasmini va mana shundan to'g'ri pastga qaraydigan bo'lsak, bizda qaysi harf turibdi? Barakalla, D harfi turibdi. Demak, birinchi bo'lib pastga qarar ekanmiz. Tushundingizmi? Birinchi bo'lib pastdagi harfni yozar ekanmiz. Ya'ni birinchi bo'lib D ni yozamiz. Va endi mana shu tangada chap tarafga qaraymiz. Chap tarafga qaraydigan bo'lsak, qaysi son turibdi? 4. Demak, bu tanganing joylashgan o'rni D4 katakda ekan. Tushundingizmi? Endi konfetni aniqlab ko'ramiz. Qani o'zingiz mustaqil qilib ko'ring qani. Xo'sh. Yaxshi. Mana konfetdan pastga birinchi qaraymiz. Pastga qaraydigan bo'lsak, qaysi harf turibdi? H, E harfi turibdi. Endi konfetdan chap tarafga qaraydigan bo'lsak, 7 soni turibdi. Demak, konfet E7 katakda turibdi. Tushundingizmi? Endi e'tiboringizni 6-misolga qarating. Shartida aytilyaptiki, piktogrammada berilgan ma'lumotlar asosida to'ldiring. Xo'sh, diagramma nima ekanligini bilib oldik. Endi piktogramma nima? Piktogramma bu ma'lumotlarni har xil belgilar orqali berish. Ya'ni rasmga qaraydigan bo'lsangiz, mana quyosh belgisi, bulut belgisi yoki yomg'ir va qor belgilari bor. Mana shu belgilar orqali ma'lumot berilishi bu piktogramma deyiladi. Tushundingizmi? Endi masala shartida aytilyaptiki, piktogrammada berilgan ma'lumotlar asosida to'ldiring. Demak, bizda mana quyoshli kunlar deyilgan va quyoshning belgilari tasvirlangan. Jami quyoshli kunlar nechta? Demak, buning uchun biz quyoshlarning sonini sanab chiqishimiz kerak. Demak, ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va pastda ham xuddi shunaqa 7 ta. Demak, jami hisobda bizda quyoshli kunlar soni 14 kun ekan. Xo'sh, qorli kunlar necha kun? Qorli kunlarni topish uchun mana qorli kunlar
qor parchasini belgisini ko'ryapsizlar. Demak, nechta bor ekan qor parchasini belgisi? 4 ta. Demak, qorli kunlar jami 4 kunni tashkil qilar ekan. Tushundingizmi? Hurmatli o'quvchilar, shuning bilan 2-sinf dasturini to'liq o'z ichiga olgan ustoz ko'makchi qo'llanmasining so'nggi darsi ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymizki, darslarimiz siz uchun foydali bo'ldi. Biz bilan bo'lganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Darslarni Kamina Anvar Abduhakimov olib bordim. Video darslarni animatsiya ko'rinishiga kelishida Feruzaka Rahimov o'z mehnatini ayamadilar. Keyingi loyihalarimizda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.